Xalqaradagi kishilik huquq tashkilotlaridan Kishilik huquq komitetiga maktub. 27 fevral Amerika Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, xalqaradagi 20 necha donglik kishilik huquq tashkilotlari birlashib, Xitoydagi kishilik huquq ahvolining barg'ansiri yomonlashib ketayotganligi haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetiga maktub yozgan. Maktubda Xitoyda Xi Jinpingning rais bo'lib saylangandan beri Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi barg'ansiri ig'irlashib ketayotganligi, kishilik huquq aktivlari va oqlag'uvchilar qattiq bostirilganligi, Xitoyda fikr qilish erkinligi cheklanib qolmay, balki qimmat qarashi o'xshamagan shaxslar Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, izdiraksiz yo'qolib ketayotganligi alohida eskartilish bilan birga kishilik huquq komitetini amaliy harakat qo'llanib, Xitoyni cheklashga chaqirdi. Amerikada Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasi muzokara qilindi. 27 fevral Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Uyg'urlar chekdan oshgan bostirishlarga duch kelayotgan bir paytda Amerikaning Washington shahrida Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligi va madaniyat sohasida duch kelayotgan turli masalalarga qarab chiqish maqsadida maxsus yig'in ochilgan. Yig'inga Vakolatsiz millatlar va xalqlar tashkilotining Amerikadagi xodimlaridan Marvin komitet riyosatchilik qilgan hamda Washington shahridagi Uyg'ur inson haqlari qurilish tashkiloti, Vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq o'rinlardan kelgan xodimlar va mutaxassislar bu masalalar haqida o'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yib, Amerika hukumati va boshqa organlarga tegishli taklif sunishni ta'kidlagan. Yig'inda George Washington Universitetining professori Sean Roberts so'z qilib, hozirgi yepiq tarbiyalash markazlari haqida turli qabohatli xabarlar o'ttirg'a chiqayotganligini, ammo bu joyda zodi nimalarning bo'layotganligi haqida hozir biror ishonchlik manba yo'q bo'layotgan ahvolda Amerika hukumati va boshqa tashkilotlarning bu haqda maxsus tekshirish o'miki tashkillab, Uyg'urlar diyoriga avatishi lozimligini ta'kidladi. O'zini o'ltirib olish hodisalari cho'nglardan boshlanib farzandlarga ulashdi. Oldingi yillari axborotlarda zulm va xo'rliqqa chidamagan Sharqi Turkiston xalqining har xil usullarda o'zini o'ltirib olganligi haqidagi xabarlarni anglagan muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar hayronlik va cho'chish ichida anglagan xabarlarni bir mazgil bir-biriga yetkazishgan edi. 27 fevral ijtimoiy uchur vositalarida Sharqi Turkistondagi ota-onalarning atalmış tarbiyalash lagerlariga qamilib, farzandlarimizning Uyg'urning, musulmonning farzandi bo'lib qolganligi sababidan aslida ota-onaning mehri quchuqida hech qanday g'amsiz, tayoqni ot qilib minib o'ynaydigan bolalik davrini o'tkazishga tegishli o'moq farzandlarimizning igichaqsiz qolganligi, kichik farzandlarimizni Xitoy Dariltam deb atab olgan o'rinlarga yig'ib olish sababidan ota-ona mehridan ayrilgan farzandlarimizning binodan o'zini tashlab o'lib olish hodislarining ko'payib qilayotganligi haqidagi uchurlarning tarqalishi hammamizni cho'nqur qayg'uga soldi. Tarqalgan uchurlar ichida asldagi avod bozor rastalarda xalqning ko'pinchisi atalmış tarbiyalash lageri nomidagi jazo lagerlariga elib ketilganligi sababli odamlar ozlab do'konlarning taqalganligi, ko'chalarning Xitoyning charlash xodimlaridan boshqa oz sondagi kishilar bilan cho'ldarab qolganligi haqidagi uchurlarmi Sharqi Turkiston vaziyatining qanday darajaga berib qolganligini, Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan zulmlarining naqadar ig'ir ekanligining real pakiti bo'la oladi. Xitoy bilan Pokiston terrorizmga qarshi hamkorlikni kuchaytirganligini bildirdi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Pokiston bilan terrorizmga qarshi kurash sohasidagi aloqa va hamkorlikni kuchaytirganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang so'z qilib, Pokistonning terrorning moliya manbasini uzib tashlashdak sohalarda alohida fidokorlik ko'rsatganligini va terrorizmga qarshi kurashga kuchli hassa qo'shganligini eskartib, xalqaro jamiyatni bu hodisaga obyektiv va adil baho berishga chaqirgan. Afrinda bir kun ichida 100 dan ortiq terrorchi yo'qotildi. Qrim xabar agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti Bosh qo'mondonlik shtabi bayonot berib, Zaytun Shayxi harbiy harakati davomida bugun PKK, YPG va Daesh a'zosi terrorchilarga havo va quruqlikdan zarba berilganligini, harbiy harakatlarda mazkur terrorlik tashkilotlariga a'zo 101 terrorchining bartaraf qilinganligini uqtirdi.
Bayonotda Zaytun shahri harbiy harakatini boshlagan 20 yanvardan buyon bartaraf qilingan terrorchi sonining 2184 ga yetganligi, chegara bo'yi va rayonning bexatarligini kafolatga ega qilish, muqimlikni saqlash, Suriyaning g'arbiy shimoliga joylashgan Afrin rayonidagi PKK, PYD va Daesh terrorchilarini bartaraf qilish, do'st va qarindosh rayon xalqini besim va zulmdan qutuldirish maqsadida 20 yanvarda boshlangan harakat uzluksiz davomlashmoqda.